Qaranglar akalar, hech narsa bo'lmaydi. Biz hozir Andijon shahriga yetib kelganmiz. Ya'ni 18,5 ga 21 metr joyga shuna holatda qilib, ya'ni korobka deb qo'yishar ekan. Qaranglar, juda chiroyli bo'lgan. Tevasi tunukadan, o'rtalari polni konteyner materialdan bo'lgan. Taylarni ham, ustullarini polni konteyner materialdan foydalanishgan. Nimaga? Ham yonbob, ham ishonchli, ham baquvvat chiqadi. Nech puldan qilib berishganini videoda oxirigacha ko'rsatib sizlarga tushuntirib o'tamiz. Narxlar juda ham arzon. Afzalliklarni aytib o'tib ketamiz. Bundan tashqari qadrdonlar, qaranglar, 18 metrga 21 metr joy bo'lgan. Endi misol uchun sizlarga savol. Patologda ustungacha 6 metrga qilishlikda iloji bor xolos. Bu yerda hozir 18,5 metr joyga, ya'ni o'rtasidan bitta stulka berishgan. Xudo xolasa 1 tonna, 2 tonna ko'tarishga men javob beraman deyapti. Bundan tashqari kelishadigan bo'lsalaring, penasini ham xudo xolasa kelishgan holatda qilib berishadi. Ham penasi, ham konteyner materialdan shunaqangi holatda qilib berishadi. Bundan tashqari bonusiga mana nomdan siz 9dan chiqdimsalaring, albatta tunikasini ham qatirib berishadi. Tunikasini olib berasiz, lekin atrofda 30-35 ming so'mdan tunikani o'zini qatirib berishadi. Qadrdonlar, sizlarga mayli o'shani mana nomdan sizlaring albatta skidga qilib berishadi. Demak, videoda oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Akamizdan bitta ma'lumotlarni olamiz. Qadrdonlar, bittadan like bosgan bo'lsalaring, bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Ko'pchilikga yetib borishligi uchun albatta like, kommentariyada fikrlarini qoldirib qo'yasizlar. Agar pena xizmati yoki internet xizmati bo'lsa, ekran nomerlariga akamizga aloqa chiqasizlar. Bo'lmasa ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Yaxshimisiz aka? Xo'p, aka, hozir biz Andijondamiz, to'g'rimi? Ha, Andijon. Xo'p, nechiga necha bitta sizdan ham eshitib qo'yaylik. Joyimiz 18,5 metrga 21 metr joyimiz. 21 metr joy. 21 metr. Hozir bu yer qayerga moslab qurilyapti? Bu joy o'zi diagnostika maskani bo'lyapti. Shunaqa. Xususiy klinika. Xususiy klinika, shunaqa. Xususiy klinika. Demak, hali o'rtalarini bo'lishmagan ekan, lekin taglarini ham hozir ko'rsatamiz. Ya'ni tagi qismida biz hozir cherdak qismida, ya'ni tom tagida turibmiz. Pastga ham tushamiz, hozir uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, aka, hozir buni taxtadan qilishda iloji bormi, yog'ochdan? Bu endi 18,5 metr bo'lgan hisobiga aka taxtadan qilishda imkoni yo'q. 6 metrlik to'sin bo'ladi. Ha, yog'ochdan qilsa 6 metrdan ag'ga o'tmaydi, to'g'rimi? Ha, ustun tushib qoladi. Endi ustun qo'yishda imkoni bo'lsa, ustun ko'payib ketadi ustuningiz. Ko'payib ketadi. Uni endi xona-xona qilish kerak, yo qanaqadir ma'noda baribir xalaqit beradi, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Hozir 18,5 ga 21 metr joyga X kat deyiladi, bu aka, to'g'rimi? Ha, X katli yon tomonlarini ham konvert shaklida yopganmiz. Har tomoni bekilgan aka. Demak, ha, bu tomonda bu yo'lni boshi, ya'ni yo'lni bo'yi bo'lganligi uchun bu tomondan qaraydigan bo'lsa X kat ko'rinadi. Lekin tevasiga chiqsangiz yoki atrofidan polni aylansangiz mana bunaqangi holat. Ya'ni yomg'ir 4 tomonga tushib ketadi. 4 tomonga tushadi suv. Suv 4 tomonga tushib ketadi. Xo'p, aka, qisqa lo'nda ma'lumot berishimiz kerak, chunki konteyner material juda ham ko'p chiqarishadi, lekin narx hamma har xil chiqaradi. Keling, meni obunachilarimiz uchun skidka qilib, arzonroq qilib chiqarib bering. Nech puldan chiqaryapsiz? Shu holatda bo'ladigan bo'lsa 1 metrini. Shu holatda aka 1 kvadratini 220 mingdan ham qilishyapti aka. Biz endi qurilish qilish ham o'zingiz ko'ryapsiz, oson bo'lmayapti aka. Hozir hamma narsa narxlar qimmat bo'lib ketgan. Biz shu konteyner materialni rekasigacha qilib beramiz. Tunikasini ham ichida qatirib beramiz aka. 180 ming so'mdan qilib berdik shu joyda. Mashalloh. Qoplaydimi 180 ming so'mdan? Tunikasini qatirib bersa, shu holatga keltirib bergan 180 ming so'mdan hamma xizmati ichida. Hamma xizmati ichida. Tunikalarni olib berishdi. Tunikasini qatirib berish xizmati ichida bo'lib, 180 ming so'mdan qilib berdik aka. 180 ming so'mdan. Zo'r. Qadrdonlar, ko'ringlar, qancha material ketgan deb o'ylaysizlar? Mana qaranglar. Juda ham katta ish bo'lgan. Ya'ni endi bu yerda hozir klinika bo'lganligi uchun cherdakka umuman chiqishmaydi. Buni tagiga misol uchun issiqdan himoyalagan hech narsa qo'yishgan yo'q. Sababi tagida pena bo'lganligi uchun buni tagida issiq o'tmaydi umuman. To'g'rimi aka? Ha, xuddi shunday. Issiq o'tmaydi. Og'irlik ko'tarilishiga qanchalik garantiya beramiz aka? Aka, garantiyasi mana shu bitta firmamizga 1 tonnagacha garantiya beramiz aka. Xudo xolasa. Loy bossa buni o'rniga bemalol ko'taradi loy ham. Loy ham ko'taraveradi. Penani yengil deyishi mumkin odamlar. Penadan ko'ra loy bossa ham bemalol ko'taradi aka. Bemalol ko'taradi. Ha, xudo xolasa. Zo'r. Hozir qadrdonlar, men konteyner materialni videosini ko'p chiqarganman. Ya'ni X katlikni o'zini bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham 220 ming, 230 ming atrofida qilib berishyapti. Endi bu yerda hozir korobka holatdan bo'lgan, ya'ni konvert holat ish bo'lgan. Konvert holatga material ko'proq ketadi, oddiy X kat holatdan ko'proq ketadi. Shu holatda 180 ming so'mdan qilib berdik aka, chiroyli. 180 ming so'mdan. Zo'r. Men o'zimga ham yoqdi, chiroyli bo'lgan. To'g'ri, cherdak qismi sal issiq bo'lgan bo'lishi mumkin,
Lekin agar sizlarga uyga qildirmoqchi bo'lsalaring yo molxonaga qildirmoqchi bo'lsalaring, tagidan biror narsa bersalaringlar bo'ladi, to'g'rimi? Sklavatami, tunikani tagidan steklavata yo paralon qilinishyapti. Po'kay har xil po'kaylar qilishyapti. Steklavata eng maqbul yo'l. sklavata eng zo'ri Zo'ri sklavata. Chunki issiqda haqiqatan ham sklavata yaxshi ushlaydi. Endi uyga qiladigan bo'lsalaring, sklavatadan foydalanganlaring yaxshi sklavata. Molxona, qo'yxonaga. Sababi pastda issiqlik juda ham kam bo'ladi. Endi tunikaga issiq juda ham katta bo'ladi. O'shaning uchun hozir bitta klinika bo'lganligi uchun tagida pena bor, unchalik issiq umuman o'tmas ekan, xudo xohlasa. Juda ham yaxshi. Menga yoqdi. 180 ming so'mdan sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Endi pastga ham bitta tushib turib tagidagi holatni ham ko'rsatib qo'ying. Qadrdonlar, mana ko'rib turganlaringdek, ya'ni eniga 18,5 metr, uzunligi 21 metr joyga qilingan mana. Holatni ko'ringlar. Buni vodiyda, ya'ni vassali deb qo'yadi. Tevasidan o'sha penaga maxsus narsalar qo'yilgan, tagidan kontra materialdan stoykalar berilgan, qaranglar. Ustunlikni o'rniga, ya'ni taxta yog'ochlarning o'rniga shunaqa kontra materialdan holatda berilgan. Qaranglar, juda ham katta. Ustun hozir bir qator tushgan xolos. Ya'ni 18,5 da pashti bir 8 metr joyga tushgan bu yog'ida, ya'ni ustun ham yo'q. Klinikaga moslab qilib berilgan. Juda ham chiroyli holatda, hali bitgani yo'q, ishlarni qilishyapti ekan. Qaranglar, juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Lekin batta hozir muzday lekin aka. Ha, bu yerda havosi zo'r turadi. Chunki tepaga pena bosilgan hisobiga. Pena ham lekin haqiqatda loydan qolishmas ekanda. Endi hozir aka kommentariyaga yozishadi. Ota bobong loy qilib kelgan. Endi loydan foydalanish kerak deyshadi. Akalar, zamon o'zgaryapti. Ham rivoj ko'p davlatlarda hozir pena yoki pena lomboz deymizmi, pena beton deymizmi, rivojlanyapti. Endi zamonga ham nafas bo'lib yurgan yaxshi. Shu loy desa loy, xolasa loy bossin aka, xolasa pena bossin, uni qizig'i yo'q, bemalol ko'taradi uni. Zo'r. Ustunlari, xorilarini ichida qilib berganmiz. 180 ming so'mning ichida mana shu bir qator ustun xorisi. Yo, hozir teva bilan mana shu ichidami hozir? Ha, ustunlari ichida. Ustunlari ichida, tevadagi karkazlari polni xomi bilan bir xilda 180 ming so'mdan ketgan. Aka, ziyon qilib qolmaysizmi? Yo'q endi. Odamlar ham maza qilsin aka. Qurilish qilish oson emas. Hozir hamma joyda, misol uchun, Rossiyada ishlashadi, Koreyada ishlaydi, Qirg'iziston, Qozog'istonda ishlaydi. Qurilish qilish oson emas, hech kimga oson tutsa bo'lmaydi akalar. Mana sizlarga arzon varianti ham baquvvat chiqadi, mustahkam chiqadi, garantiyali bo'ladi. Bemalol tagida yurganda ham cho'chimasdan, qo'rqmasdan yursalaring bo'ladi. Baribir temir, yog'ochdan ko'ra yog'ochni yomonlamaymiz, lekin yog'ochda ham o'zining vazifasi bor, temirda ham o'zining vazifasi bor. Ko'rib turganlaring. Endi umuman imkon yo'q-da, shu joygacha ustun bermasdan yog'ochda bunchalik darajada chiroyli holatda qilib 9 metr joygacha qilinmaydi-da, mana 9 metr bo'lsa 18 metrni ikkiga bo'lsangiz. 9 metr joygacha yog'och qilib bo'lmaydi. Imkoni yo'q, 6 metrda. 6 metr eng kattasi 6 metr bo'ladi. To'g'ri, zo'r. Aka, eng arzon ishingiz nechi pul? Aka, 150 ming so'mdan boshlanadi. 150 ming so'm. Ish bilan ishni farqi bor, har xil nimalar bor. Bir skatli oddiy naveslar bo'lsa 150 ming so'mdan boshlanadi. Agar 250 ming so'mgacha ketaveradi aka narxi. Endi material qancha ko'p kam ketishiga bog'liq. Shunga qarab qilib beraveramiz. Iloji boricha arzonroq qilib beramiz, xudo xolasa aka. Arzonroq qilib beriladi. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar, sizlarga ham shunaqangi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Xususiy klinika yoki molxona, qo'yxona, naveslar, stoykalar, xullas, uzunni nima qiladigan so'rtak deysizlarmi? Stadionlar. Ha, stadion. Hamma yo'q, ichiga kirib ketadi. Akamiz shu konteyner material bilan tom yopish xizmati borki, hammasini qilib beradilar. Aloqaga chiqinglar, arzon narxlarda bo'lyapti. Xudo xolasa kanal rivoji uchun like bosib qo'ysalar, ustakamiz xudo xolasa sizlarga chiroyli holatda qilib beradilar. Ekran nomerlariga aloqaga chiqib olaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab bir xil narxda bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar.